Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz Farg'ona shahrida yer maydoni 4,5 ming kvadrat bo'lgan binomizga tashrif buyurganmiz va ushbu binomizni noldan patkiloch holatda qurib, sendvich panellarigacha qotirib, tayyor holatga olib kelib berishgan Qobiljon akamiz ustamizning oldilariga tashrif buyurganmiz va bu binoga nima ishlar qilib berdilar, batafsil bugun xudo xolisa gaplashib o'tamiz. Qobiljon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamasdan sizlar aka. Ishlarimiz qanday bo'lyapti aka? Ushbu binomizni nima ishlarni qilib berdingiz aka? Bu binoyimizni polniy patkiloch holatda bitkizib topshiramiz, xudo xolasa 95% holatda bitdi. Bu binoyimizni beton ishlaridan tashqari, betonni ham o'zimizning ustalarimiz bor, ular alohida quyush beradi. Biz temir ishlari, kraska, senish qotirish, mana shu betonni tepasida ham ishlardi. Hamma ishlarni 100% noldan aka. Zo'r. Xo'p, aka, karkas qismimizni ko'rishimiz mumkin. Juda ham sifatli chiqibdi, xudo xolasa. Buni necha kunda bo'ldi aka karkas qismlari? Qancha vaqt davomida? 3 oy vaqt ketdi. 3 oy vaqt ketdi. Noldan tayyorlab binoni stoykalarni tayyorlaganmiz, fermalarini tayyorlab, hamma yo'q tayyor qilib 2 oyda tayyorlab, 1 oy montaj ishlariga 1 oy ketdi. 1 oy montaj bo'ldi. Zo'r. Xo'p, bu binomiz sklat bo'ladi, menimcha sklat bo'ladi. Общий 4,5 ming kvadrat maydon. Endi buni mana tunuka bilan bo'lib, 450 kvadrat, 300 kvadrat har xil holatda qilib bo'lib beryapmiz. Sklatlar qilib bo'lmaydi. Har kimga har xil o'lchamda sklat kerak bo'ladi. Shunaqa. Maqsaddan kelib chiqib qilib beriladi. Bo'lish tunikada bo'libdi aka. Bo'lish tunikada. Devor tom qismlari 100%. Do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib ketaman, ushbu binomizni devor hamda tom qismlari 100% holatda Bertus Group tomonidan ishlab chiqarilgan sendvich panellarda qurib bitkizildi. Endi Qobiljon aka, sendvich panellar haqida ozgina, bizning sendvich panellarimiz ma'qulmi sizga aka? Juda zo'r. Sizlar bilan o'zi anchadan beri ishlaymiz. Shunaqa. Sendvich yaxshi, hamma yo'g'i sifatli, ranglari, choklari. Asosiysi chokida bu sendvichda. Shunday aka. Ko'p sendvichlar mana choki yaxshi kelmay qoladi. Bunga e'tibor bersanglar, choki borligi ham pashti bilinmaydi. U devor qisminiki, tom qismi ham go'zal holatda, sifatli chiqibdi. Sendvichlarni qotirishga qancha vaqt ketdi aka umumiy? Tom qismi 4,5 ming kvadrat sendvich 9 kunda qotirdik. Endi devor qismlariga yog'ingarchiliklar bo'ldi, jicha qo'l ushlanishlar bo'ldi. Shunga bir 20 kuncha vaqt ketdi. Bir oyga qolmasdan o'zi 1 oyga qolmasdan sendvichlarni qotirib haybat bino tayyor bo'ldi. Bo'ldi aka. Xo'p, endi sizni xizmatingiz juda ham ko'pchilikka kerak, juda ham ko'pchilik mijozlarimiz qiziqishadi aka. O'zbekiston bo'yicha ishlar olamiz, xudo xolisa ko'rsatiladi. Narxlarimiz-chi aka? Narxlarimiz 300 mingdan 500 minggacha agar materiallar o'zimizdan bo'lsa, bo'lmasa materiallarni olib bersa, yana xizmatga kelishaveramiz. Xizmatni o'ziga yana kelishadigan joylari bor. Bizning nomimizdan chiqsalar ham skidkalarni qilib berasiz aka, xudo xolasa. Zo'r. Do'stlar, kimga agarda Qobiljon akamning xizmatlari kerak bo'lsa, albatta nomerlarini yozib qoldiramiz, telefon qilib batafsil gaplashsalaring bo'ladi. Juda ham sifatli holatda binolaringni tez qilib bitirib berishadi, xudo xolasa. Kimga sifatli sendvich panellar kerak bo'lsa, har doimgidek ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot hamda buyurtmalar bersalaring bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar va videoni yaqinda mana shunday katta binolarni qurishni reja qilayotgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Albatta manfaatli bo'ladi.